Lan türlerini baha Farhat Kafe salonumuzda somsa, şaşlık, balık 35 milyondan kas teritoriyaga dastlabkilar mavjud. Rustam Bo'stonyan, assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz Farhat esa endi obunachilar Rustam Bo'stonyanga ketdik. Hamma ma'lumotni Rustam Bo's beradi bizga. Assalomu alaykum, Muhammad Akrashov. Rustam Bo'ston shu Farhat Kafening turlarini, baholarini bilmay keldik. Endi sovuq kunlar boshlandi. Shunga dastlabkilar bor deydilar. Baholari shularni bilish uchun ma'lumotlarni yana Rustam Bo'ston bilamiz. Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Farhat Kafe salonumuzda somsa, şaşlık, balık, gambur, tushonka, yilik sho'rva, qo'y go'sht tandir bor, keyin steak bor, keyin kuskova şaşlık, qo'y go'shtdan kuskova şaşlıklar bor. Hammangiz kelib mazza qilib yeyish kelsangiz bo'ladi. Narx 100 ming so'mdan oshsa, bepul yetkazib beramiz. Qancha bo'ladi bir qisqacha bir Baholari somsa 15 ming so'm, şaşlık 12 ming so'm, qo'y go'sht tandirimiz 250 ming so'mdan kilosi. Keyin steak bor 180 ming so'mdan 1 kilosi. Keyin kuskova şaşlıklar 35 ming so'mdan. Keyin ko'sa sho'rvalar 35 ming so'm, yilik sho'rva 30 ming so'm. Balıklar oq balık 65 ming so'm kilosi, sazan 100 ming so'm, setka bo'lgan 100 ming so'm kilosi. Piyosri bor 80 ming so'mdan. Bu 80 ming so'm kilosi. Bu 250 ming so'm. 180 ming so'm. O'tirma shashliklarimiz bor 35 dan 30 mingdan. 35. Gamburgimiz 15 dan ekan. Lavoshlarimiz 35 dan ekan. Yaqqan bo'lsa bir like'larni bosib, shopir akalarga, yo'lda yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. G'irdavagida 10 kilometrgacha dastlabkisi mavjud ekan. Endi mana yeb ko'rish qoldi, xudo xolasa. Do'stlar. Qayerga bismillah alaykum. Bismillah. Bismillah. Qanaqa? Hozir bering qana. Tamga qara, tamga. Zo'r, rahmat. Rahmat, borlarga shukr. Endi mana kelib shu telefon nomerlarga aloqa chiqarsalar, dastlab ketasizlar, 100 ming so'mdan ziyod xarid qilsangiz, dastlabki 10 kilometrgacha shu baliqxonaning territoriyasidan 10 kilometrgacha bepul bo'ladi ekan. Buni endi yeyish kerakmi? Buni so'rina qara, so'rina. Mo'jizaga betakrar degan narsa bu. Rahmat. Sizlarni Farhat kafeda kutib qolamiz. Like'larni bosib qo'ying.